ularga o'zlari kasb etgan yomonliklari fosh bo'ladi va o'zlari dunyoda masxara qilib yurgan narsa azob ularni o'rab oladi. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. Biz sizga bu kitobni haqiqatan barcha odamlar uchun nozil qildik. Bas kimki hidoyat yo'liga yursa, o'zi uchun yurgan bo'lur. Kimki yo'ldan ozsa ham o'zining zarariga ozgan bo'lur. Siz ularning ustidagi vakil, qo'riqchi emassiz. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah jonlarni o'lgan vaqtida, o'lmaganlarni esa uxlayotgan paytlarida olur. Bas o'zi o'limga hukm qilgan jonlarni qaytarmasdan ushlab qolur, boshqalarini esa belgilangan bir muddatgacha ajallari yetguncha qo'yib yuborur. Albatta bunda tafakkur qiladigan qavm uchun alomatlar bordir. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. Balki ular Allohdan o'zga oqlovchilarni ushlagandirlar. Ey Muhammad, ayting, agar ular biror narsaga ega bo'la olmaydigan va haqiqatni anglamaydigan bo'lsalarchi? قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Ayting, barcha shafoat, oqlov faqat Allohnikidir. Osmonlar va yerning hukmronligi ham unikidir. So'ngra qiyomatda barchangiz ungagina qaytarilursizlar. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Qachon yolg'iz Alloh zikri qilinsa, oxiratga iymon keltirmaydigan kimsalarning dillari siqilib ketar. Qachon u zotdan o'zga ma'budalar zikr qilinsa, birdan ular shodlanib keturlar. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. Ayting, Allohim, ey osmonlar va yerning ilk yaratuvchisi, yashirin va oshkor narsalarni biluvchi zot, yolg'iz o'zinggina bandalaring o'rtasida ular ixtilof qilib o'tgan narsalar xususida hukm qilursan. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Agar zolim kofir kimsalar uchun yerdagi bor narsa va u bilan birga yana o'shaning mislicha narsa bo'lsa, albatta ular qiyomat kunidagi azobning qattiqligidan o'sha narsalarni to'lov qilib berib yuborgan bo'lur edilar. Chunki u kunda ularga Alloh tomonidan ular dunyoda yashagan paytlarida o'ylab ham ko'rmagan narsalar, azoblar namoyon bo'ldi. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ularga o'zlari kasb etgan yomonliklari fosh bo'ladi va o'zlari dunyoda masxara qilib yurgan narsa, azob ularni o'rab oladi. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Bas qachon insonga biror ziyon yetsa, bizga duo qilur. So'ngra qachon biz o'z tomonimizdan unga biror ne'mat ato etsak, u shubhasiz bu ne'mat menga o'zimning bilimdonligim sababli berildi der. Aslida u sinovdir. Lekin ularning aksariyati buning sinov ekanini bilmaslar. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. U gapni ulardan avvalgilar ham aytgan edilar. Bas ularga o'zlari qo'lga kiritgan narsalari, dunyo matohlari asqotgani yo'q. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Bas qilgan yomonliklari ular boshiga yetdi. Ana ulardan Makka mushriklaridan bo'lmish zolimlar boshiga ham yaqinda yomonliklari yetar. Ular balodan qutulish uchun biror ishni uddalay oluvchi emasdirlar. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Axir ular Alloh o'zi xohlagan kishining rizqini keng qilishini va o'zi xohlagan kishining rizqini tang qilishini bilmadilarmi? Albatta bunda iymon keltiradigan kishilar uchun alomatlar bor.